Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Eshpot buvamizni ko'rib qoldik. Eshpot buva, xush kelibsiz. Qariyb 2 yil oldin bizlardan Haval M6 modelini xarid qilib ketganlar. Taxminan probegiz qanchada bo'ldi? 23 mingdan 63 ming. Sen oshayotganing 22. Yo'qmas, 2 yilga 23 ming atrofida. Qaysi bir interyer yoqqan sababli oldingiz Eshpot buva mashinani Haval M6 modelini? Yoqqan endi duniyaga avtomat korobka ham bir yengil o'tirishi kedina bir mahka bir yaxshi bor. Boshqa ko'p mashinalarda bularga qaraganda bu juda yaxshi. Ha, bundan oldin qaysi brendlarni ko'rayotgansiz? Haval brendidan tashqari Eshpot buva, buni olishingizdan oldin Chirini ko'rdim. Ha. Oldin Chiriga qiziqdim. Endi bir video nimasi bu chiroyli nima uchun? Bu cho'ti yoqmadi nima qildim. Undan aytdim, bu qayerga o'tsa Haval bor ekan. Havalni oldim. Bu kundalik hayotingizdan qanaqa narsalardan foydalanyapsiz? Qanaqa yumushlardan foydalanyapsiz? Endi bolalarda shu bozorga boramiz. Mamam ham shu bir yillarga Buxoroga, nimaga, ziyoratlarga borib kelamiz. Ya bu shunga boshlarga ham tavsiya bergan bo'larmiz Eshpot bu. Hammaga narsa qilib charchash yo'q-da. Biz yoshimizga kelib, daryo ko'p mashinalarni buni charchataydi ular. Nechta mijoz yuborganingizni ham ayta olasizmi? Sizlar orqangizdan ko'p odamlar keldi-da. Eshpot bu olib ketgan. Bu nimadan ko'p jo'natdim biz. 3-4 talar nima qilib keldi. Gap yo'q, nasib bo'lsa M6dan keyin Haval H9 ga ham qiziqyapsiz. Bir narsa aytdingiz-ku, xudo xolasa yaxshi kunlarda uni ham chiqarib beramiz.